Iliya Topurya'ning rasmiy jangi haqidagi e'lonni xato deb atadi. Leon Murphy Josh Emmettni mag'lubiyatga uchratgandan so'ng muxlislar tomonidan oktagonni tark etishdan oldin Ispaniya translyatsiyasi Topurya'ning navbatdagi jangini rasman e'lon qildi. Uning raqibi Charles Oliveira bo'ladi. Iliya Topuria bir vazn toifasida yuqoriga ko'tarildi va Charles Oliveira bilan jang qiladi. Ispaniyalik yengil vaznda debut qiladi, deya izoh ispan tilida yozildi. E'lon surati tez internetda tarqalib, muxlislar qattiq munosabatiga sabab bo'ldi. Ammo tez orada UFC bu e'lonni xato deb atadi. Dana White Iliyaning yengil vazn toifasida debut jangchi tayyor bo'lishi bilanoq e'lon qilinishini ma'lum qilgandi. Shuni ta'kidlash kerakki, Topuria va Oliveira so'nggi paytlarda bir necha bor ommaviy janjallar uyushtirishdi. Bu ular potensial jangga qiziqish uyg'otayotgan bo'lishi mumkin. Barchaga salom, sizlar bilan har kunlik tezkor sport yangiliklari bilan Tahlil MMA kanali. Demak, yangiliklarni boshladik. UFC 314 oqshomiga 6 kun vaqt qoldi. Turnir 12 aprel kuni Mayamida bo'lib o'tadi. Ushbu janglardan Pimblend va Volkning g'alabasidan yaxshigina daromad ishlab topishni istasangiz, bizning Telegram guruhimizga qo'shiling. 5 million tekin bonusni olish, qanday ro'yxatdan o'tish va xavfsiz to'lov qilish va pullarni oson yechib olish barchasi Telegram kanalimizda batafsil ko'rsatilgan. Barchaga omad, biz yangiliklarda davom etamiz. Ali Abdulaziz Islam Makhachev ikkinchi kamar uchun yarim o'rta vaznga o'tadi degan mishmishlarga munosabat bildirdi. Fake xabarlar, dedi uning menejeri. Merab Dvalishvili 5-raundda g'alaba qozonib, Umar Nurmagomedovga qarshi jangda g'alabani ta'minladi. Mendesning gaplari. Men Umarga aytdim, 5-raundda g'alaba qozonmaganining sababi Merab o'zini g'olibdek tutib, ustunlikni qo'lga kiritish uchun shov qildi. U o'zini g'olibdek tutib, seni charchata oldi. Shuning uchun menimcha u g'alabani sendan yulib oldi. Chunki sen unga buni qilishga yo'l qo'yding. Nazorat nuqtai nazaridan olganda bu borada Merabning ustunligi bor albatta. U yetkazgan real zarar Umarning qilgan ishlarining oldida hech narsa emas. Merab faqatgina men g'olibman degan tuyg'u bilan harakat qildi. Umar esa uning buni qilishining oldini ola olmadi. To'g'risini aytsam, hakamlarning nega bundan ta'sirlanganini tushunaman, dedi amerikalik mutaxassis o'zining podkastining so'nggi qismida. Shu yilning yanvar oyida Merab chempionlik kamarini himoya qildi va Umar Nurmagomedovni qaror bilan mag'lub etdi va rossiyalik jangchi o'z faoliyatidagi ilk professional mag'lubiyatini qabul qildi. Colby Covington Makhachev va Topuriyaning ehtimoliy jangidagi hal qiluvchi omilni aytib o'tdi. Uning gaplari: "Ha, o'ylaymanki bu jangning hal qiluvchi omili bo'ladi. Makhachev uni parterga torta oladimi yoki Topuriya yetarlicha epchil bo'lib qutulib keta oladimi? Bu muhim savol. Chunki u o'zining bir nechta janglarida orqasi bilan yotib qolgan holatlari bo'lgan. Menga shunday tuyulyapti, Topuriya kutilmagan g'alabani qo'lga kiritishi mumkin. Makhachevning Volkanovski bilan birinchi jangi teng kechgan. Ko'pchilik Volkanovski g'alaba qozongan deb hisoblaganda, demak Makhachevga qarshi samarali taktika allaqachon mavjud. Bundan tashqari uning Pariyaga qarshi so'nggi jangi unchalik ishonchli ko'rinmadi. U himoyasiz, zaifroq tuyuldi. Mutlaqo yengilmasdek taassurot qoldirmadi. Shunday ekan, bizni juda qiziqarli jang kutyapti, dedi Colby Covington. Islomning murabbiyi Javier Mendes Jon Jonsning Thomas Pinalga qarshi jangida vaqt ajratish qarorini qo'llab-quvvatladi. Uning gaplari: U g'alaba qozonishni xohlaydi va buni amalga oshirish uchun qo'ldan kelganini qilmoqda. U Aspinal taklif qilishi mumkin bo'lgan narsaga to'g'ri tayyor bo'lish kerak va u Tomni mutlaqo yo'q qilishni istamoqda. Jonsni o'zgartirib bo'lmaydi, uni ishontirib bo'lmaydi. U ko'p yillardan beri shunday qilmoqda. Biz u qisqa vaqt ichida Chael Sonnen bilan jangni rad etganini eslaymiz va men uni ayblamayman. Nega u oldin qilmagan ishini qilishga shoshilish kerak? U o'zini saqlab qolishi har doimgidek bo'lish kerak va u butun umri davomida g'olib bo'lgan, dedi Javier Mendes. Dricus du Plessis Shara Bulletga javob berdi. Bitta ko'zing shiftni, ikkinchisi esa televizorni ko'rmoqda. Sharaning gaplari: Men du Plessisning kamarni yo'qotishidan juda xursand bo'lardim. U qanday qilib uni qo'lga kiritganini umuman tushunmayapman. Chimayev Dricusni mag'lub etish uchun barcha ko'nikmalarga ega. Umid qilamanki, unga qarshi eng yaxshi formada oktagonga chiqishiga va o'z darajasini ko'rsatishga Chimayevga hech narsa xalal bermaydi. Ehtimol bu ahmoqona tuyular, lekin menga du Plessisga shunchaki omad kulib boqayotgandek ko'rinmoqda, dedi Shara Bullet. Plessis shunday deb javob berdi: Biroq sening bitta ko'zing shiftni, ikkinchisi esa televizorni ko'rmoqda. Sen boshqalar aniq ko'ra olayotgan Dricus du Plessisni ko'rmayapsan. Do'stlar, unga yangi ko'z olib bering, deb yozdi chempion ijtimoiy tarmoqda rossiyalik jangchiga murojaat qilib. Video va yangiliklar buguncha shulardan iborat edi. Rolik sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha barchangizga xayr.